Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hadicha Kubro ayol qizlar o'rta maxsus islom ta'lim muassasasida 2026-2027 o'quv yili uchun qabul jarayonlari boshlandi. Ta'lim muassasasiga joriy yilning 30-iyunidan boshlab 20-iyuliga qadar faqat offlayn tarzda abituriyentlar hujjatlarini topshirishlari mumkin. O'qishga kirish istagida bo'lgan abituriyentlar qabul hay'atiga quyidagi hujjatlarni taqdim etadilar. Birinchi, ta'lim muassasasi rahbari nomiga ariza. Eslatib o'tamiz, bu hujjat ta'lim muassasasida qabul hay'atidan o'tgandan so'ng suhbat jarayonlaridan keyin yoziladi. O'qishga kirmoqchi bo'lgan abituriyentlardan qabul hay'ati a'zolariga quyidagi hujjatlarni topshirishlari talab etiladi. Pasport yoki ID karti nusxasi va asli ko'rsatiladi. Xo'p, pasport asli. Ikkinchi, ma'lumoti to'g'risidagi hujjat, ya'ni umumiy o'rta ta'limni bitirganligi haqidagi, ya'ni 11-sinfni bitirganligi haqidagi shahodatnoma yoki litsey va kollej diplomi kerak bo'ladi. Xo'p. Kasb-hunar kollejini bitirgansiz. Xo'p, tekshirib olamiz. Juda ham yaxshi. Bu asli, bu nusxasi, bu ilovalari. Uchinchi, 3,5 ga 4,5 shaklidagi 6 dona fotosurat. Eslatib o'tamiz, surat ochiq rangli libosda, orqa foni oq rangda bo'lishi zarur. Bundan tashqari, ta'lim muassasasiga hujjat topshirayotgan abituriyentlardan chet tilini bilish haqidagi sertifikat o'zlarining ixtiyorlariga ko'ra topshiriladi. Sertifikatlaringiz bormi til bilish haqida? Demak, til bilish haqida sertifikatingiz bo'lmasa, siz mana shu o'rta maxsus ta'limda qaysi chet tilidan yozilgan bo'lsa, xorijiy til ingliz tili deb yozilibdi, demak siz faqatgina ingliz tilidan imtihon topshirishingiz mumkin bo'ladi. Eslatib o'tamiz, agar abituriyentda B1 darajasigacha bo'lgan sertifikatlar bo'lsa, shahodatnomalari yoki o'rta maxsus litsey diplomlarida yozilgan chet tilidan boshqa chet tilida topshirish imkoniyati bo'ladi. Agar abituriyentda B2 va undan yuqori darajadagi til bilish sertifikatlari bo'ladigan bo'lsa, ushbu xorijiy til imtihonidan maksimal 93 ballni qo'lga kiritadilar. Suhbat jarayonida abituriyentga imtihon fanlari yuzasidan savol-javoblar o'tkaziladi. Bular xorijiy til, tarix va ona tili adabiyoti fanlari bo'yicha suhbat o'tkaziladi. Shundan so'ng abituriyentning hujjatlari qabul qilib olinadi. Eslatib o'tamiz, diniy ta'lim muassasalarining test sinovlarida ishtirok etish uchun abituriyentlardan bazaviy hisoblash miqdorining yarim baravar miqdorida to'lov undiriladi. Qabul uchun to'lov miqdori 206 ming so'mni tashkil qiladi. To'lovni istalgan to'lov ilovasi orqali to'lash mumkin. Joriy yilda maktab, akademik litsey yoki kollejni tamomlab, o'rta maxsus islom ta'lim muassasalariga hujjat topshirmoqchi bo'lgan abituriyentlar va nogironligi bo'lgan yoki to'liq davlat ta'minotidagi shaxslar bundan mustasno. Abituriyentlardan hujjatlar qabul qilingach va suhbat jarayonlaridan o'tganlaridan so'ng hujjatlarini Hadicha Kubro o'rta maxsus islom ta'lim muassasasi ma'lumot bazasiga kiritish uchun alohida bir bo'limga o'tadilar. Joriy yil qulaylik yaratish maqsadida abituriyentdan ta'lim muassasasi rahbari nomiga ariza elektron shaklda qabul qilinadi. Abituriyentlarning hujjatlari qabul qilinib, suhbatdan o'tganlaridan so'ng ma'lumotlar bazasiga hujjatlarini kiritish uchun alohida bir bo'limga o'tadilar. Ta'lim muassasasiga 11-sinf, litsey, kollej bitiruvchilari va undan yuqori yoshdagi ayol qizlar o'z hujjatlarini topshirishlari mumkin. Imtihon kuni va soatini ta'lim muassasasining barcha ijtimoiy tarmoq sahifalarida aytib o'tamiz. Ta'lim muassasasi ijtimoiy tarmoqlarini kuzatib boring.